Shariatimiz asosi bo'lgan Qur'on barcha siz bilan bizga kerak bo'lgan narsani o'z ichiga olgan. Alloh taolo shunday deydi. Astagfiru billah. Va nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay va hudan va rahmatan va bushro lil muslimin. Va sizga hamma narsani bayon qilib beruvchi, hidoyat, rahmat va musulmonlar uchun xushxabar bo'lgan kitobni, Qur'onni nozil qildik. Qur'onda hamma narsa bor. Biz uchun ikki dunyoda saodat ketishlik uchun qanday ko'rsatma kerak bo'lsa, qanday bir ilm kerak bo'lsa, ta'lim kerak bo'lsa, hammasi Qur'onda bor. Musulmon odamga saodatga eltuvchi yo'lni qidiradigan manbani keragi yo'q. Qur'on turibdi, bizga kifoya. Qur'on Robbimiz azza va jallani siz bilan bizga tushirgan bir manhaji bor. Siz bilan biz mana shu Qur'on bo'yicha umr o'tkazishligimiz kerak. Bizga hech kim tashqaridan kelib qanday yashash kerakligini o'rgatishligi mumkin emas. Ajib bir holatlarda yashayapmizki, 1000 yillardan beri insoniyat yaralgandan beri ayib hisoblangan, nomus hisoblangan, fahsh hisoblangan bachchavozlik taraqqiyot, peshqadamlik belgisi deb shu qonunlari qabul bo'lganligidan xursand bo'layotgan yurtlarni ko'ryapmiz. Har qaysi dinda, har qaysi shariatda, har qaysi xalqning nazarida fahsh bo'lgan ishlar ayrim yurtlarda bu peshqadamlik alomat bo'lyapti. Yana shular kelib musulmonlarga qanday yashash kerakligiga aql o'rgatyapti. Musulmon ekanmiz, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasini haq aytgan kishilar ekanmiz. Tilimiz bilan aytgandek, qalbimiz bilan ishongan ekanmiz. Bizga Qur'ondan boshqa joydan hayotda qanaqa yashashni o'rganishimiz mumkin emas. Shunday emasmi? Mana Qur'on. Alloh subhanahu va taolo mana shu Qur'onda bizga aytadi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim. Ey Muhammad alayhisalom, ayting. Agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Alloh aytayapti payg'ambarimizga, musulmonlarga ayting. Agar sizlar musulmonlar haq Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Ko'ring, Qur'onda Alloh bizga agar men sizlarni yaxshi ko'rishligimni, sevishligimni xohlasanglar, Muhammad alayhisalomga ergashinglar deb buyurdi. Allohning muhabbatiga olib boradigan narsa Rasulullohga ergashishlik, Rasulullohni tanishlik, Rasulullohning sunnatida umr kechirishlik. Va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh mag'firat qiluvchi mehribondir. Qul atiiulloha va rasul fa in tawallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin. Ayting, Alloh va payg'ambariga itoat qilingiz. Agar yuz o'girsalar, bas, albatta Alloh bunday dinsizlarni sevmas. Allohga itoat qiling, payg'ambarga itoat qiling, shunda Alloh sizni yaxshi ko'radi. Agar yuz o'girsa, Alloh taolo bunday insonlarni dinsizlar deb aytadi. Demak, Muhammad alayhisalomga ergashishimiz, u kishini tanishimiz, u kishini yaxshi ko'rishimiz ixtiyoriy narsa emas ekan. Bizga vojib bo'lgan narsa ekan. Robbimiz buyuryapti bizga. Taninglar, ergashinglar, yaxshi ko'ringlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Irvoz ibn Soriy roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadis: Taraktukum alal baydo, layluha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halikum. Birinchi biz uchun ko'rsatma bu Qur'on bo'lsa, uni ortidan shu Qur'onning sharhi bo'lgan sunnat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari, qilgan fe'llari. Rasul aytadilar: "Sizlarni oppoq ustiga qoldirib ketdim. Ya'ni oppoq, munavvar yo'l ustiga qoldirib ketdim. Bu yo'lning tuni kunduzidan yorug'roq. Ya'ni men sizlarni qoldirib ketgan yo'lda qorong'ulik yo'q, hamma yoq ochiq ravshan. Bu yo'ldan faqat halok bo'luvchilargina adashadi. Xudo urganlar adashadi." Demak, biz ikkita manba, Qur'on va sunnat. Qur'on Alloh taoloning siz bilan biz hayotda yashab o'tishimiz kerak bo'lgan, yuborgan manhaji bo'lsa,
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti shu Qur'onni qanday yashab o'tishligi kerak hukmlari. Qur'onga qanday amal qilishlik kerak? Payg'ambarimizning hayoti buni amaliy ko'rsatmasi. Tushuntira olyapmanmi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotida shu Qur'onni boshidan oxirigacha amal qilsa, hayot qanday bo'lishini ko'rsatib berdi. Musulmon odam hayotida qanday holatlarga duch kelishi mumkin? Qanday kunlar boshiga kelishi mumkin? Qat'iy nazar. Albatta payg'ambarimizning hayotiga qarar ekan, o'ziga ibrat oladi. Boy odam ham ibrat oladi payg'ambarimizning hayotidan. Kambag'al odam ham ibrat oladi payg'ambarimizning hayotidan. Yoshlar ham, qarilar ham. Amaldorlar ham, amalsizlar ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayoti komil ibrat namuna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseeran. Mana ibratni gapirdigan bizga kimlar qayoqlardan kelib qanday yashashlik kerakligini o'rgatmoqchi bo'ladi. Endi Alloh aytayapti azza va jalla: ey mu'minlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambarida go'zal ibrat bor. Kimdan o'rganinglar deyapti? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni agar yaxshi o'qib o'rganadigan bo'lsak, bizga shu narsa ma'lum bo'ladiki, go'zal axloq egasi edi payg'ambarimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilganidan vafot etgunga qadar 63 yil umr ko'rgan bo'lsa, mana shu 63 yil umrini biror kunini go'zal xulqsiz o'tkazmadi. Bizda bo'ladi. Bir odam yaxshi odam deb qaraymiz, ba'zi bir o'rnida jahli chiqib ketganda bir gapni gapiryapti. Bir achchig'i kelib turganda bir nojo'ya ishni qilib qo'yadi. Hammamiz shunaqamiz. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayoti boshidan oxirigacha komil, go'zal xulq bilan bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz aytganlar: "Innama bu'ithtu liyutammima makarimal axloq." Albatta men go'zal xulqlarni tamomiga, kamoliga yetkazish uchun yuborildim. Bugun inshaalloh mana shu katta darsimizga kirish qismi bo'ladi. Bugungi darsimiz kirish qismi bo'ladi. Payg'ambarimizning bu go'zal xulqi faqat musulmonlar bilan qilgan muomalasida ko'rinmadi. Bizda shunaqa-yu, o'zimizga yaqin bo'lganlar bilan axloqimiz go'zal, sal nandaroq bo'lgan odamlar bilan sal bir boshqacharoq muomala qilamiz. Bizning holimiz shu. Muhammad alayhisalomning xulqi hatto o'ziga dushman bo'lganlar bilan ham go'zal bo'ldi. Hatto ashaddiy dushmanlar bilan muomala qilganda payg'ambarimiz rost gapirdi, xiyonat qilmadi, ahdida turdi. Inson jahli chiqqanda yolg'on ham gapirib qo'yadi. Bir narsadan norozi bo'lganda ahdini ham buzib qo'yadi. Muhammad alayhisalomning hayotini boshidan oxirigacha komil axloq bo'ldi. Chunki Alloh maqtagan edi payg'ambarimiz. Va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz ulug' xulq ustidasiz. Albatta siz ulug' xulq ustidasiz. Alloh maqtayapti payg'ambarimizning xulqini. Demak, oliy xulq ekan. Demak, haqiqatan maqtovga loyiq xulq ekan. Siz bilan biz shunday bir zamonda yashayapmizki, mana shunday bir buyuk insonni Muhammad alayhisolatu vasallamning sha'niga bo'xton tuhmatlar aytilmayapti. Va dinini bilmagan, payg'ambarini tanimagan ayrim iymoni zaif kishilar ham ana shu narsani eshityapti-da, bir qalbida bir g'ayurlik kelmayapti. Savol: agar musulmonlar o'zini dinini ko'tarishlikda, shariatini ko'rsatib berishlikda, o'zlarini suyukli payg'ambarini insoniyatga tanitishlikda muhmal bo'lsa, mana shu ishlarni bekor tashab qo'ysa, nima bo'ladi? Dini bilan ishi yo'q, shariatini ko'rsatishga bir intilmaydi, payg'ambarini o'zi tanib boshqalarga tanitishga harakat qilmasdan beparvo bo'lsa nima bo'ladi? Javob shuki, zalolat egalari, botil yo'l boshchilar islomni insoniyatga noto'g'ri shaklda ko'rsatadi. Payg'ambariga loyiq bo'lmagan sifatlarni tuhmat bo'xton qilib, payg'ambarga shunday bir tajovuz qiladi.
har zamonda, har makonda, har bitta odam uchun ibrat namuna kerak. Bizning tilda kumir deb qo'yadi. Yoshlarni qarasangiz, o'sha kiygan kiyimida, kiyimidagi suratida, prichoskasida, bir tashqi ko'rinishlarida qaysidir sportchiga, qaysidir bir artistga, yana kimgadir taqlid qilayotgan, hatto prichoskalarida. Qarasangiz kimgadir o'xshamoqchi bo'ladi. Bu tabiiy holat. Inson kimgadir o'xshashga harakat qiladi. Agar musulmonlar payg'ambarini tanimasa, u zotni orqasidan erchib, shu zotni o'ziga ibrat deb bilmasa, boshqalarga albatta tushuninglar akalar. Tushuninglar. Sen onangga o'xshama, mononga o'xshama deb turib bolangizga tarbiya berishdan avval payg'ambarini tanitib qo'ying-da. U bola o'zi payg'ambarini tanigandan keyin narigalarni o'zi surib qo'yadi. Biz payg'ambarimizni taniymizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zot shunday deb marhamat qiladilar. Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhudan bu hadis Imom Buxoriy va Muslimda keltirilgan. Albatta Alloh taolo ilmni odamlardan bir daraga tortib olmaydi. Bir daraga ilmni olib qo'ymaydi. Balki olimlarni olib qo'yish bilan, olimlarni vafot ettirishi bilan ilmni olib qo'yadi. Bironta olim qolmaydi. Shunda odamlar johillarni o'zlariga boshliq qilib saylab oladilar. U johil boshliqlar ulardan savol so'ralganda ular ilmsiz holda javob beradilar. O'zlari ham adashadilar, boshqalarni ham adashtiradilar. Siz bilan bizga ibrat bo'lgan Rasulullohni tanimay qo'ysak, boshqalarni ibrat qilib olamiz. Ana shu boshqalar bizni o'zlarini adashtirgandek adashtirib qo'yadi. Shuning uchun birodarlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tanish, u zotga ergashishlik, farzandlarimizga tanitishlik bizni xohishimizdagi, ixtiyorimizdagi narsa emas. Balki bu nima? Vojib bo'lgan amal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotidagi rahmat. Mana har darsimizda inshaalloh Alloh qodir qilganicha musulmon bo'lmagan, g'ayridin bo'lgan, lekin insoniyat tarixida ko'zga ko'ringan ulug' kishilarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida aytgan so'zlardan iqtiboslar keltiramiz, sitatalar keltiramiz. Shunaqa mashhur fransuz filosofi Volter cherkov kishilarga qarab turib shunday deydi. Rasul, ya'ni Muhammad alayhisalom, inson bolasi yer yuzida qilishi mumkin bo'lgan eng buyuk ishni qoyim qildi. Bu g'ayridin bo'lgan fransuz payg'ambarimizga baho beryapti. O'zini dindorlarga qarab turib gapiryapti. Rasul, ya'ni Muhammad alayhisalom, inson bolasi yer yuzida qilishi mumkin bo'lgan eng buyuk ishni qoyim qildi. Muhammad haqida aytilishi mumkin bo'lgan so'zning eng ozi shuki, albatta u kitobni olib keldi va kurashdi. Islomni biron narsasi o'zgargani yo'q. Ammo sizlar va diningizning kishilari o'z dinlarini 20 marta o'zgartirib tashladinglar. Iqtibos tugadi. G'ayridinlarni insoflilari, mutaassib bo'lmaganlari, adolatlilari, insoflilari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida aytgan so'zga e'tibor bering. Bu yurgizmoqchi bo'lgan bahsimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyuk hayotini, buyuk xulqini bir qismigina gaplashmoqchimiz. Rasulullohning hayotidagi rahmat. U nima bo'lgan? Rasululloh qanday rahim shafqatli, rahmatli inson bo'lgan? Mana shu narsani Alloh taolo qodir qilganicha bahs qilamiz va o'rganib chiqamiz inshaalloh. Rasulullohning hayot haqida so'zni qisqa qilish mahol ish. U zotni hayotida bo'lib o'tgan hodisalar va voqealarni yig'inchoq ko'rinishda muxtasar qilib jamlash mumkin bo'lmagan narsa. Chunki Rasulullohdan sodir bo'lgan har bitta fe'l va har bitta so'z aytilingan. Tafsiloti bilan ko'rib chiqishlikni talab qiladi. Chunki Alloh taolo aytgan: "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz sizni butun olamlar uchun rahmat qilib yubordik deyapti. Rasulullohni olamlarga rahmat ekanligini Alloh aytayapti.
demak bu kishining hayotida rahmat qanday bir o'rin tutishligi kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotidagi rahmatni gapirishlikdan avval Rasulullohning o'zining shaxsiyat haqida so'z yuritishimiz kerak. Adashmagan bo'lamiz agar shunday desak. Odam alayhissalom yer yuziga tushgandan kunidan boshlab hozirgi kungacha va qiyomatgacha bo'ladigan vaqtda Muhammad alayhissalom erishgan muhabbat, qadrlanish, ulug'lanish va ehtiromga birorta odam yeta olmagan va yetmaydi ham. Qaytarib aytamiz. Odam alayhissalomdan boshlab shu kungacha va bundan qiyomatgacha bo'ladigan vaqtda biror bitta odam, biror inson Muhammad alayhissalom ko'tarilgan mavqega, manzilga ko'tarilgan emas. Buni musulmon bo'lmagan kishilar o'zlari e'tirof qilishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti ibrat. Shaxs uchun ham ibrat, jamiyat uchun ham ibrat, ummatlar uchun ham ibrat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olib kelgan o'zgarish ulkan o'zgarish edi. U zotning hayotini o'rganish, u tajribasidan foydalanish biz ixtiyorimizdagi narsa emas, bizga vojib bo'lgan amal. Muhammad alayhissalom hayotini o'rganmasak, tajribasidan foydalanmasak, juda katta xayriyatdan mahrum bo'lamiz. Bitta misol. Dindan xabar bo'lmagan odam riboga pul oladi. Oladi, nihoyasi aniq. Muhammad payg'ambarning olib kelgan dinini bilgan, undagi halol haromni farqiga borgan odam shu chuqurga tushmaydi. Endi shu riboga qo'l urgan odamni halok bo'lishligi, agar tavba qilib to'xtanmasa, halokatga borishligi 100% kundek nima? Ravshan. Endi payg'ambarimizni tanisa, dinini bilsa, shu chuqurga tushamadi. Yana deb qo'yadi. O'sha prosentlarda pasaytirib qo'ysa, xursand haliga prosentga pul olganlar. O prosentlar deydi, pasaytirildi deydi. Voy, nima farqi bor? 10% bo'ldi nima, 1% bo'ldi nima? Sen eng asosiysi shu foizga, prosentga qo'l urding. Seni halok bo'lishing aniq. Agar shu odam dindan xabar bo'lganida, payg'ambarni taniganida, sunnatiga ergashganida shu chuqurga tushamadi. Biz bitta misolni aytdik. Hayotda bu misollar to'la yotibdi. Haqiqatni talabida bo'lgan kishilar uchun, ilmni talabida bo'lgan kishilar uchun, xayriyat va o'zini xalqi uchun oliylikni istagan, yuksaklikni istagan xalq uchun Rasulullohning so'zi, fe'li, amallari buyuk bir meros hisoblanadi. Payg'ambarimiz yuborilgan davr va payg'ambarimiz yuborilgan qavm haqida ozgina fikr qilaylik. Jaholatga botgan, gunoh ma'siyat hammasi bir yig'ilgan, firqa tarqoq bo'lgan Quraysh ishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuborildi. Va juda qisqa muddatda 23 yilda mana shunday bir zalolat botqoqda bo'lgan, jabborlar hukmron bo'lgan, gunoh ma'siyatning uyasi bo'lgan mana shunday bir jamiyatni qisqa 23 yil muddat ichida o'zgartirdi. Ko'pchilik qarshi bo'ldi payg'ambarimizga, hatto o'zining qarindoshlari dushman bo'ldi. Ammo bu qarshiliklar payg'ambarimizning azmi, qarorini, sabotini susaytirmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti eng zo'r, go'zal va ajoyib hayot edi. Va mana shu go'zallikni payg'ambarimiz vafot etgunicha bir kunga ham o'zgartirmadi. Shu go'zallik payg'ambarimiz bilan doim birga bo'ldi. Buni qanday tushuntirish mumkin? Inson boyga aytganimizda jahli chiqib ketganda bir nojo'ya ish qilib qo'yadi. Bir narsadan norozi bo'lganda birovda bir xafa qilib qo'yadi. Nimaga payg'ambarimiz bir xil bo'la oladi doim? Buni javobi bitta. Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar bo'lganligi uchun shunday o'zgarmay tura oladi. Chunki mumkin emas. Agar mumkin emas, inson bolasi o'zgarib turuvchi. Rasulullohning xulqi esa o'zgarmadi. Bir fikr qilib ko'raylik-da. Payg'ambarimiz faqatgina diniy boshliq emas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hokim edi. Bu masalada ham 100% hokim. Qo'mondon edi.
Jang maydonida mohir qo'mondon edi. Qavmini boshlig'i edi, siyosatchi edi. Payg'ambarimiz faqat diniy tomonda bir yuksaklikka yetib turib, boshqa tomondan qolib ketgani yo'q. Va bu narsa hech kimning qo'lidan kelgan emas. Payg'ambarimizgacha ham va payg'ambarimizdan keyin ham hech kimning qo'lidan kelmagan. Din ishini ham, dunyo ishini ham bir qilib olib ketgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mana shunday bir oliy maqomda bo'lishiga qaramasdan payg'ambar alayhisalom o'zini sahobalardan ajrab olmadi, birodarlar. Ular nimani yesa shuni yedi. Nimani kiysa o'shini kiydi. Ularda boshiga qanaqa kun kelsa birga kechirdi. Och bo'lsa qoni och bo'ldi. Sahobalar qoniga tosh baylasa payg'ambarimiz ham tosh bayladi. Payg'ambar edi, rahbar edi, qo'mondon edi, uyini alohida qilmadi. Qiyinchilikni birga ko'tardi, sovuqni birga soqatdi. Yurtidan haydadimi birga hijrat qildi. Jangni sahobalardan ko'ra oldinroqda turardi dushmanlarga jang maydonida. Biz tasavvur qilolmaymiz hozirgi kunda bir rahbarni yoki boshlig'ini shunday bo'lishligini. Lekin bu kishi Allohning payg'ambari edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon kibr qilmadi. Ummati bilan doimiy suratda aralashib yurdi. Ulardan ajrab olmadi. Faqirlar bilan birga o'tirdi. Miskinlarga rahim shafqat qilardi. Hatto biror bir kampir, oddiy bir kampirning hojati bo'lsa, "Ya Rasululloh, sizda meni bir gapim bor" desa, shu bilan, shu kampir bilan turar edi. Kampir xohlagancha vaqtini olardi payg'ambarimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirigacha gapini eshitib turadi bo'lmasdan. Bunaqa xulq kimda bor? Va bunaqa xulq bo'lishi mumkinmi, birodar? Kasallarni ziyorat qilar edi, janozaga qatnashar edi, jumalarda xutba qilar edi, dars o'rgatar edi. Ashoblarning uyiga borib ziyorat qilardi, u zotni ham ziyorat qilishar edi. Rasululloh ummatiga shafqatli kishi edi. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Ayrim aka-ukalarimizdan eshitib qolamiz. Bir masalada ikki xil javob bo'lsa, bittasi og'irroq, bittasi yengilroq. Qiyinini oladiganlar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummat uchun biror bir yechimni qabul qilishi kerak bo'lsa, ikkita yechimdan bittasini doim yengilini olgan ummatiga o'rganaylik shuni. Siz aytayotgan masala ham bor. Boshqa odam aytayotgan masala ham bor. Ammo siz aytayotgan masala qiyin xalq uchun. Qiyinini payg'ambarimiz aytmagan. Ummatiga yengilini aytgan, ummatiga shafqatli edi. Shuning uchun domlalar, akalar, ukalar fatvo aytayotganda, odamlarga bir nasihat qilib yo'l ko'rsatayotganda yengil yo'lini ko'rsataylik, modomiki gunoh bo'lmasa. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati shunday. Qarindosh urug'lar aloqani ustida payg'ambarimiz aloqasini qilaverdi. Ulug'ligi, buyukligi faqat o'zini sahobalar bilangina bilmadi, axloqi. Dushmanlar bilan qilgan muomalalarda ham ko'rindi. Payg'ambarimiz qisqa gapirar edi, sallallohu alayhi vasallam. Javomiyul kalima egasi edi. Ozgina so'zlardi, lekin ozgina so'zlarni ichidagi hikmatni 1400 yildan beri olimlar sharhlab kelib, ichidagi hikmatni tugata olmayapti. Va bundan keyin tugatisha olmaydi. Oz so'zlar edi, hikmatli so'zlar edi. Vahiy bilan quvvatlanib turishiga qaramasdan payg'ambarimiz oddiy inson bo'lgan sahobalar shularning maslahatiga quloq tutar edi, o'zini katta olmas edi. Birortasini fikrini yerga urmas edi, birortasini haqorat qilmas edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zida barcha maqtovli sifatlarni jamladi. Makkadagi davrda ko'rdik. Madinadagi davrda ko'rdik. Payg'ambarimizni zaif bo'lganda ko'rdik xulqini. G'olib bo'lganda ko'rdik. Payg'ambarimizni faqir bo'lgandagi holini ko'rdik. Sirat darslarini o'qiganimizda boy bo'lgandagi holatini ko'rdik. Qarang, hayotdagi hech qaysi bir holat Rasulullohning xulqini o'zgartirgani yo'q. Nafaqat musulmonlar, balki g'ayri din bo'lgan insofli kishilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida shunday bir so'zlarni aytishdi. Mashhur fransuz shoiri Lamartine u shunday deydi. Tarixda o'tgan kishilardan birontasini odamiylik jihatidan Muhammadga o'xshatish mumkinmi? Sollallohu alayhi vasallam. Tarixda o'tgan kishilardan birortasini odamiylik jihatidan Muhammad sollallohu alayhi vasallamga o'xshatishga
kim jur'at qila oladi? G'ayridin aytayapti birodarlar. Insonni ulug'ligini o'lchaydigan barcha miqyoslarga qaraylik. Insonni ulug'ligi nima bilan o'lchanadi? Insonni ulug'ligini o'lchaydigan barcha miqyoslarga qarasak, Muhammaddan ko'ra yuqoriroq martabaga kim ko'tarildi? Hayotimda sodir bo'lgan ishlarning eng ulug'i bu Muhammad alayhisalomning hayotini yetarli darajada o'rganib chiqqanim va undagi buyuklik va abadiylikni anglab yetganim bo'ldi. Iqtibos tugadi. Hayotimda menga yo'liqqan eng buyuk ish shuki, Muhammad payg'ambar hayotini o'rgandim va u zot hayotidagi buyuklik va abadiylikni anglab yetganim bo'ldi. G'ayridinlar shunday bo'ldi. Birodarlar, g'ayridinlar shunday taniyapti bizni payg'ambarimizni. Biz taniymizmi shunday? Hozirgi kunda bu ummat payg'ambarini Robbisi buyurgandek taniyotganmikan? Parvardigori aytgandek payg'ambarini yaxshi ko'ryaptimikan? Ana shu Allohga va payg'ambarga bo'lgan muhabbatga bog'liq bo'ladi bizning hayotimiz, shuninglar akalar, ukalar. Dunyoda hayotimiz farovon bo'lishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tanishimiz u kishini yaxshi ko'rib, u kishi ergashishimizga bog'liq bo'ladi. Pulga bog'liq bo'lmaydi. Agar hayotda farovonligi faqat dunyoviy maishatimiz zo'r bo'lishiga bog'liq bo'lganida, boy odamlarning hammasini hayoti gul bo'lishligi kerak edi. Puli yo'q odamlarning barchasining hayoti rasvo bo'lish kerak edi, lekin unday emas. Insonning hayoti, musulmon kishining hayoti payg'ambarini yaxshi ko'rishligi-yu, payg'ambarga ergashishligiga bog'liq bo'ladi. Mana ko'ringlar-da, hozir yarim soatlik ma'ruzamizni eshitishlik uchun mana uzoq yaqindan kelib o'tiribmiz. Ozgina issiq bo'lib ketsa, ayrimlarimiz uyqumiz kelib, mololanib ketayotganimiz ko'rinib turibdi. Biling, faqat bu payg'ambarimiz haqida bir so'zni eshitishlik shunaqa qiyin bo'lib qolgan. Zamonimizga kelib shunaqa bo'lib ketdi. Eshitib qo'yish og'ir. U sunnatiga ergashish, u kishiga bir ansor bo'lish, sunnatini tiriltirish emas, eshitib qo'yish qanaqa qiyin. Mabodo qachon tugarkan degan narsani o'ylab turganlar bo'lsa, 5 daqiqa qoldi. Avvalambor o'zimga, keyin sizlarga aytadigan gapim, shu narsani o'zimizda so'raylik-da, malolanib ketmayapmanmi shu darslarni eshitib deb. O'zi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida gapirilsa, biz umuman chanqoq odam qonmagandek suv ichmasdan, biz tashna bo'lib qonmasdan turishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga agar biz oshiq bo'lsak. Biz bu darslarimiz bilan faqatgina payg'ambarimizning bitta sifatini, rahmat sifatini o'qib inshaalloh dars qilamiz. Mashhur nemis shoiri Goethe aytadi: "Inson degan nomga loyiq kishini tarixdan qidirdim. Bas uni arabiy payg'ambar Muhammad ekanini topdim sallallohu alayhi vasallam." Iqtibos tugadi. Qaytaramiz. Goethe aytadi: "Inson degan nomga loyiq kishini tarixdan qidirdim. Bas uni arabiy payg'ambar Muhammad ekanini topdim." G'ayridinlar payg'ambarimizni bizdan yaxshiroq taniyapti, birodarlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning rahmati. U kishi bu rahmat sifati ko'rinmaydigan joylardan ko'rsatdi. Masalan, urushda rahm shafqat bo'lmaydi. Shu yerda ham rahmatni ko'rsatdi. Birovni jazolashlikda, malomat qilishlikda, jazo qo'llashda, hatto rahm shafqat sifati ko'rinmaydigan joylarda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahmat sifatini ko'rsatdi. Va bu biron marta istisno bo'lgan emas. Darsimizning ikkinchi fasli kitob va sunnatda rahmat. Edmund Burke aytadi. Bu ingliz yozuvchisi Islom va siyosat va ijtimoiy harakat deb nomlangan kitobida keltiradi. Edmund Burke: Muhammadiy qonun eng buyuk adolatli qonun. Olamda unga o'xshashi avval bo'lgan emas va bundan keyin ham bo'lishi mumkin emas. Islom kelishidan oldin insoniyat zulmga, adolatsizlikka botgan edi. Islom haqiqatni, hidoyatni, adolatni olib keldi. Rahmat deganda hammamiz tushunchamizda har xil narsa. Rahm, shafqat, rahmat degan so'z.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nazarida rahmat qanday narsa edi? Rahmat degan tushunchani payg'ambarimiz qanday deb bilar edi? Biz buni bilishligimiz uchun Qur'onga qaytishimiz kerak. Chunki musulmonlarning dasturul amal bo'lgan kitobi Qur'onda mana shu rahmat sifati to'liq bayon qilindi. Payg'ambarimizning tushunchasida rahmat degan tushunchani Qur'on tarbiya qildi. Qur'on shakllantirdi. Hammamizga ma'lum. Hammamizga ma'lum. Qur'ondagi 114 ta surani hammasi Tavba surasidan tashqari basmala bilan boshlangan. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Har bitta surani Rahmanir Rohim bilan boshlanishligi islomda rahmat qanchalik yuksak o'rinda turishligi shundan bilinadi. Ar-Rahmanir Rohim. Bu ikki kalima ma'nolari bir-biriga yaqin. Bu hammaga ma'lum. Bu ikki kalimaning orasidagi farq haqida ulamolar ko'p fikrlarda aytgan, tafsilotlar keltirilgan. Har Qur'onda boshlaganda Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Nimaga Alloh taolo bitta ma'noga dalolat qiladigan, rahmatga dalolat qiladigan Rahmanir Rohim deb birga keltirdi? Masalan, aytish mumkin edi Alloh taolo Bismillahirrohmanil azim deyish mumkin edi. Al-azim Alloh taoloning sifatidan. yoki Bismillahirrohmanil hakim deyish mumkin edi. Nimaga ikkita rahmat degan sifat birdaniga kelyapti? Yoki tavozun bo'lishligi uchun rahmat sifatini yonboshiga boshqa sifatini qo'shish mumkin edi. Bismillahirrohmanil jabbor. Bismillahirrohmanil muntaqim. Intiqom oluvchi. Rahimli va intiqom oluvchi Alloh desa tavozun bo'lar edi. Bitta sifatida rahmat, ikkinchi sifati intiqom bo'lar edi. Lekin Alloh taolo ikkala sifat ham rahmat sifati bo'lishini xohladi. Toki islomda rahmat hamma Alloh taoloning sifatidan muqaddam turishligi ma'lum bo'lsin. Har kuni musulmon odam namoz o'qir ekan, har namozini har bir rakatida Fotiha surasini o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat sifatini 2 marta qaytardi. Auzu basmalani aytdi, ikki marta aytdi. Fotihani o'qidi. Yana 2 marta aytdi. Alhamdulillahi robbil alamin, Ar-Rahmanir Rohim. Ikkinchi rakatga o'tirdi, yana 2 marta aytdi. Uchinchi rakatga o'tirdi, yana 2 marta aytdi. 4 rakatli namoz bo'lsa, yana qo'shib aytdi. Bir kunda musulmon odam namozini o'zida aytayotganda 60 martadan ko'proq Allohning rahmat sifatini eslaydi. Hech qaysi sifat buncha ko'p takrorlanmaydi, birodarlar. Nimaga dalolat qiladi? Rahmat islomda juda bir oliy, yuqori mavqeda turadi. Alloh taoloning rahmat qilishlik sifati boshqa hamma sifatlaridan o'zib ketgan. Bu rahmat sifati faqatgina Fotiha surasi yo'q, Qur'onda boshidagi suralarda emas, umuman hamma suralarda shunday bir ko'rinib turibdi. Mana men sizlarga hozir bir qancha Alloh taoloning sifatlarini necha martadan kelganligini o'qib beraman, shu bilan darsimizga nihoya yasaymiz. Alloh taoloning hilm sifati Qur'onda 15 marta zikr qilinadi. Adl sifati 24 marta. Vafo sifati 29 marta. Amonat sifati 40 marta. Karam sifati 42 marta. Av sifati, kechirishlik sifati 43 marta. Sabr sifati 90 marta zikr qilinadi. Sidq sifati 145 marta zikr qilinadi. Rahmat sifati esa 315 marta zikr qilinadi. Boshqa sifatlardan bir necha barobar ko'p zikr qilinishligi islomda rahmat hamma sifatlardan avval turishiga dalolat qiladi. Inshaalloh siz bilan biz bugun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotidagi rahmat deb nomlanadigan darsni muqaddimasini o'qigan bo'ldik. Inshaalloh keyingi juma davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli. Ma'lum bo'lib turibdiki, Alloh taolaning mana shu sifati boshqa sifatlardan bir necha barobar ko'p zikr qilindi. Rahmat sifatini bu darajada ko'p zikr qilinishligi tasodif ish emas. Chunki Qur'ondagi biror holat, biror kalima, so'z tasodif bo'lishi mumkin emas. Qur'ondagi har bitta harf, har bitta kalima aniq bir o'lchov va maqsad bilan zikr qilingan. Agar to'satdan bo'lib qolgan desa, biz adashgan bo'lamiz. Qattiq adashgan bo'lamiz. Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid.
Unga, Qur'onga oldidan ham, ortidan ham hech qanday botil, nohaqlik kelmas. Hikmat va hamd sano egasi tomonidan nozil qilingandir. Mumkin emas. Adashish yoki tasodif tufayli buncha ko'p zikr qilindi deyishlik mumkin emas. Qur'onda mana payg'ambarlarning duosiga bir murojaat qilamiz. Ular duo qilar ekan, albatta Alloh taoloning rahmat sifatiga iltijo qilishgan. Alloh taolo mana shu rahmat sifatidan umid qilishgan. Odam va Havo alayhissalom. Ular Alloh taolo man qilgan mevani jannatga totib qo'yganlaridan keyin ularni Alloh taolo jannatdan chiqardi. Ular duo qilishdi. Qala robbana zalamna anfusana va in lam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Parvardigoro, bizlar o'z jonimizga jabr zulm qildik. Agar bizlarni mag'firat va rahim qilmasang, shubhasiz ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz. Mag'firat qil, rahim qil. Nuh alayhisalomning duosi. Qala robbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm va illa taghfir li va tarhamni akun minal khosirin. Nuh alayhisalomning duosi bilan yer yuzi suv tagida qoldi. Alloh azza va jalla Nuh alayhisalomning oilasini saqlab berishligini va'da qilgan edi. Endi o'g'illaridan biri kemaga chiqmadi, suv tagida qolib ketdi. Shunda Parvardigor, seni va'dang haq. Oilangni saqlab beraman degan eding. O'g'lim meni oilamdan edi deb iltijo qilganida Alloh javob berdi. U seni ahlingdan emas. Va ilming bo'lmagan narsa haqida savol so'ramadi. Shunda Nuh alayhissalom, Parvardigorim, men sendan o'zim bilmagan narsani so'rashdan panoh tilayman. Endi agar meni mag'firat qilib, o'z rahmatingga olmasang, ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolarman. Mag'firat qilib, o'z rahmatingga olmasang. Mag'firatini so'rayapti, orqasidan rahmatini so'rayapti. Musa alayhissalom, Anta waliyuna faghfir lana warhamna va anta khayrul g'ofirin. O'zing hojamizsan, bas bizni mag'firat qil, bizlarga rahim ayla. O'zing mag'firat qiluvchilarning eng yaxshidirsan. E'tibor bering. Mag'firat qil, gunohimizni kechir va rahmatingga ol. Kechir va rahmatingga ol. Har bitta payg'ambar Alloh taolodan mag'firat so'rar ekan, orqasidan rahmatini so'ragan. E'tibor beringlar-da, har duoyimiz orqasida oxirida nima deymiz? Bi rahmatika ya arhamar rohimin deymiz. Ya'ni falon narsalarni so'raymiz, falon narsalardan panoh tilaymiz, oxirida rahmating bilan bergin. Chunki Alloh rahmatiga olmasa, bu duolarimiz ijobat bo'lmaydi. Agar Alloh rahmatiga olmasa, jannatga hech kim kirmaydi. Hatto Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Biz hech qachon qilayotgan amallarimiz, qilayotgan xayr ihsonlarimiz, namozlarimizga suyanib qolmasligimiz kerak. Biz faqat rahmat tufayli jannatga kiramiz. Shuning uchun darsimizning mavzusi islomdagi rahmat. Alloh taoloning mahluqotlarga ko'rsatgan rahmati. Muhammad alayhisalomning hayotidagi rahmatning o'rni. Bu duolarning hammasini agar yig'ib chiqaman deydigan bo'lsak, bu duolarni ko'p takrorlanganligidan vaqt ko'p ketib qoladi. Mana endi bir qancha hadislarda o'qiymiz, bu ma'no bizga yana ham bir tushunarli bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis Imom Buxoriy va Muslimdan keltiriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna Alloha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalq. Inna rahmati sabaqat ghadabi, fa huwa maktubun 'indahu fawqal 'arsh." Alloh subhanahu va taolo mahluqotlarni yaratmasidan avval, hali hech narsa yaralmasidan avval albatta mening rahmatim g'azabimdan o'zib ketgan degan yozuvni yozib qo'ygan. Va bu yozuv Allohning arshining ustida yozilgan. Osmon yo'q, yer yo'q, insonlar yo'q, gunoh savob yo'q, hech narsa yo'q. Allohning arshi bor, suv bor. Shu paytda Alloh taolo aytib qo'ydi, meni rahmatim g'azabimdan o'zib ketgan. Allohning rahmatidan umid qilamiz. Bu hadis Allohning rahmati g'azabidan muqaddam turishligining ochiq e'loni. Bu
Alloh taolo va'da qilgan rahmat faqat dunyoda emas, birodarlar. Qiyomat eng asosiysi qiyomat kunida bo'ladi. Keyingi hadisga quloq solamiz. Bu hadis Imom Muslimning sahihlarida keltirilgan. Rasululloh aytadilar: Innalloha xalaqa yawma xalaqas samawati val ardi mi'ata rahma. E'tibor beringlar. Bir ajib hadiski qalblarimizga bir umid bag'ishlaydi. Allohning rahmatiga bo'lgan suyanishimizni yana bir kuchaytiradi. Payg'ambarimiz aytadilar: Albatta Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan kunda 100 ta rahmatni yaratdi. E'tibor bering. 100 ta rahmatni yaratdi. Shundan bittasini mana shu siz bilan bizning dunyoyimizga tushirdi. Va mana shu bitta rahmat tufayli bolasiga ona mehribon. Shu bitta rahmatni Alloh taolo insonlar va hayvonlar, maxluqotlarga yoyganida yirtqich hayvon bolasiga mehribon. Timsohni ko'rganmisiz? Tuxumidan chiqqan bolasini og'ziga solib ehtiyot qilib olib borib, qarang, tishlasa uzib tashlaydigan suyakni sindiradigan og'zi bilan bolasini ehtiyot qilib oladida, suvga olib sekin bir lutf bilan, yumshoqlik bilan qo'yadi. Yirtqich hayvonni ko'rganmisiz sherda? Bolasini mana shu gejgasidan ehtiyot qilib tishlab olib borib, kerak joyga qo'yadi. Bitta rahmatni tushirib qo'yganda maxluqotlar bir-biriga shunday shafqatli bo'lyapti. Endi payg'ambarimiz aytadilar: Qiyomat kuni bo'lganda yerdagi mana shu bitta rahmatni oladi-da, qolgan 99 tasiga qo'yib komil qilib qo'yadi. Bitta rahmat odamlarni shunchalik rahm shafqatli qildi. Endi 100 ta rahmatni Alloh taolo olib qo'yib qiyomat kunida kimga beradi uni? Siz bilan bizga, mo'minlarga. Parvardigor, bi rahmatika ya arhamar rohimin. Shu duoda aytar ekanmiz, shu narsa yodimizda tursin. Parvardigor, rahmating bilan bizni jannatingga kirgizgan. Rahmating bilan so'ragan narsalarimizni bergan. Rahmatingga olgin Parvardigor. Dar haqiqat bu rahmat insonni aqli bovar qilmaydigan rahmat. Alloh taolo bu rahmatini hali maxluqotlar yaralishi haqidagi hukmini, farmonini bermasdan turib beradi. Qarang, hali hech narsa yaralmasdan turib Alloh taoloning rahmati bo'ldi. Kataba robbukum ala nafsihi rahmata. An'am surasida Alloh shunday deydi. Parvardigoringiz o'z zimmasiga rahmat qilishni yozgandir. Parvardigor o'zini zimmasiga oldi mo'min bandalarni rahmat qilishligini. Mo'min bo'lganimizga Allohga hamd aytaylik. Qiyomat kunida bu rahmat faqat mo'minlarga tegadi. Imom Tabariy mana shu oyatning tafsirida shunday deydi. Albatta Alloh o'zining bandalariga rahimli ekanligini qazo qildi, hukm qildi. Men rahimliman deb hukm qildi. Ularga, bandalarga jazoni tezlashtirmaydi. Agar bandadan sodir bo'lgan xatoga 10 da jazo bersa, yer yuzida hech narsa qolmasligini Alloh taolo aytadi. E'tibor bering-da. Qo'lingizdagi ishchi bitta xato qilsa, 10 da jazolaysiz. Borasiz bir mush ursa, bir mush urasiz. So'ysa darrov qaytarasiz. Agar Alloh taolo bandalari o'zlari loyiq bo'lgan ishga yarasha 10 da jazo beradigan bo'lsa, yer yuzida hech narsani qoldirmas edi. Endi qilgan gunohimizga 10 da jazo bermayotganligi Allohning rahimdil zot ekanligini bir dalil. Bandalaridan Alloh tavbani qabul qiladi, inobatni qabul qiladi. Ya'ni bu tafsirda aytilgan ma'no Allohdan uzoq bo'lib ketgan bandalar Allohga qaytishliklari uchun bo'lgan bir chaqiriq. Shu kungacha namoz o'qimay yurding, bo'yning uzilib ketmadimi? Shu kungacha harom qarish bilan yurding, bir juvonmay bo'lib ketmadingmi? Alloh senga muhlat beryapti banda. Ha, mana hech narsa bo'lmayapti. Nima bo'lyapti? Agar Alloh xolasa nafasing kiradi, chiqmaydi. Sen tug'yondan qayt. Senga Alloh taolo shuncha muhlat berib qo'yibdi, boshingga bir musibat balo jo'natmabdi, rahmatidan. Qayt Parvardigoringga. Parvardigoring ojizligi uchun senga bir jazo bermayotgani yo'q. Alloh saqlasin. Yana va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin oyatini qo'shsak, umumiy bir xulosa chiqadi. Ey Muhammad alayhisalom, dar haqiqat biz sizni barcha olamlarga rahmat qilib yubordik. Alloh taoloning insoniyatga bergan eng katta rahmati bu Muhammad sallallohu alayhi vasallamning kelishligi. Payg'ambar alayhisalomning risolatidagi asosiy maqsad nima edi?
insoniyatga rahmat edi. Payg'ambarimiz har bitta so'zida, fe'lida, ish va harakatlarida mana shu rahmatni ko'rsatib berdi. Oyatlarda ishora qilinganidek, payg'ambarimiz olamlarga rahmat bo'lib yuborilgan zot edi. Imom Tabariy aytadi: bu rahmat, ya'ni Muhammad alayhisalomni insoniyatga kelishligi Allohning rahmati bo'ldi. Endi bu rahmat faqat mu'minlarga e'lami yoki kofirlarga hammi? Savol tushunarliga. Endi va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, olamlar uchun sizga rahmat qildik deganda, olamlar ichida kofirlar ham bor. Mu'minlar uchun sizga rahmat qildik demadi Alloh. Sizni olamlar uchun rahmat qildik dedi. Ulamolarda bu o'rinda bir qancha bir gaplari bor. Imom Tabariy xulosa qiladi. Akalar, men bir hafta tayyorladim bu ma'ruzani. Shu bir 40 minut o'tib berib qo'yinglar. Qiyin bo'lsa ham. Onni kelganda aytib qo'yaman, zar bo'lmasa, ozgina maqlashlik uchun. Ikkita katta shaharning o'rtasida qatnaydigan avtobus bir ovqatlanadigan joyga to'xtabdi. Endi 10 minut turadimi, 15 minut turadimi? Oshxonaga kiribdi-da, haligi avtobusda rukkoblardan bittasi, "Men ovqatni bering" debdi menyudagi. Desa, "Siz ona avtobusdanmisiz?" debdi. Haligi oshpaz ayol. "Ha" desa, "Unda sizga ovqatni bermayman" debdi. "Manoni bering" desa, "Buni ham bermayman" debdi. "Nimaga bermaysiz? Nima berasiz?" desa, "Mana o'g'liga yengil bo'ladigan ovqat bor, bunday qilib turlar, yeb ketadigan." "Nimaga?" desa, "Bu ovqatni men 3 soatda tayyorladim. Siz 10 minutda yeb, bu ovqatni mazasiga baho berishlikka vaqtingiz bo'lmaydi. Sizga bermayman bu ovqat" degan ekan. Rol kirib juma o'qishga ketadigan odamlarga emas bu ma'ruzalar. Shuni to'g'rilayapmanmi? Bunday kirib eshitib qo'yib chiqib ketadigan ma'ruza emas bu. Shuning uchun iltimos, men ham bir hafta tayyorlaganman. Shuning uchun iltimos, uyqular kelsa ham cho'kka tushib, eshitganga o'xshab, hech bo'lmasa shunga o'xshab eshitganga o'xshab o'tiringlar. Shuning uchun unaqa 15 minut ovqat yeb ketadiganlarga emas bu ma'ruza. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Imom Tabariy aytadi, bu o'rinda ikkala so'z ham to'g'ri. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning rahmat bo'lib yuborilishligi ham mu'minlarga, ham kofirlarga. Chunki Imom Tabariy aytadi, musulmonlarni, mu'minlarni Alloh Muhammad alayhisalom orqali hidoyat qildi va mana shu rahmat bo'ldi ularga. Endi kofirlarga qanday rahmat tegdi? Axir ular iymon keltirmadi-ku. Ularga kelgan rahmat shu bo'ldiki, avvalgi qavmlar, avvalgi ummatlar o'zlariga kelgan payg'ambarga osiy bo'lganlarida 10 da balo kelgan, qirilib ketgan. Endi Muhammad alayhisalomga kofir bo'lgan kishilar kofir bo'lganligi uchun azob tez kelmaganligi ularning ustiga, azob keyinga surilganligi kofirlarga bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning rahmati bo'ldi. Muhammad alayhisalomni muayyan bir qavmga yuborilmagani ham fikrimizni quvvatlaydi. Chunki ma'lumki, har bitta payg'ambar o'zini qavmiga yuborilgan, o'zini shahariga, o'zini bir millatiga, qavmiga. Muhammad alayhisalom esa butun insoniyatga yuborilgan. Birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishlik, u zotni tanishlik siz bilan bizni Allohning muhabbatiga yetishlikka olib boradi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ey Muhammad alayhisalom, ayting mu'minlarga, agar sizlar rost Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar. Meni yaxshi ko'ringlar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Muhammad alayhisalomni tanimasak, yaxshi ko'rmaymiz. Yaxshi ko'rmasak, Alloh bizni yaxshi ko'rmaydi. Agar Alloh yaxshi ko'rmasa, biz jannatga kirmaymiz. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Har bir payg'ambar, nabiy o'z qavmiga xos yuborilgan. Men butun insoniyatlarga ommatan yuborildim. Mana shu narsa ham payg'ambarimiz olamlarga rahmat ekanligini ta'kidlaydi. Qur'onda bir qancha oyatlar bor. Va ma arsalnaka illa kafatan lin-nas. Ey Muhammad, biz sizni shak shubhasiz barcha odamlarga
xushxabar eltuvchi va ogohlantiruvchi bo'lgan xolingiz yubordik. Kimga? Hammaga, barcha insonlarga. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullohi ilaykum jami'an. Ayting ey Muhammad, ey odamlar, albatta men sizlarning barchangizga Alloh yuborgan elchiman. Hammaga yuborilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yuqorida aytilgan oyat hadislarni xulosalaymiz. Demak, Alloh taolo rahmatli, rahm shafqatli zot ekan. Islom rahm shafqat dini ekan. Muhammad alayhisalom o'zini har bir so'zi harakatlari bilan olamlar uchun rahmat uchun yuborilgan zot ekan. Man la yarham la yurham dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirgan hadisda. Kim rahm qilmasa, unga ham rahm qilinmaydi. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Qarang hadislarda siyoqni. Yerdagilarga rahm qilinglar, sizlar osmondagi zot sizlarga rahm qiladi. Qarang, yerdagi musulmonlarga dedimi? Yerdagi insonlarga dedimi? Nima dedi? Yerda nima bor? Hayvonlar ham bor, parrandayu darandalar ham bor. Yerda kim bo'lsa, nima bo'lsa, rahm qilinglar shularga. Alloh sizlarga rahmatiga oladi deyapti. Musulmon odam rahmdil bo'lishi kerak. Zolim bo'lmasligi kerak. Bu Payg'ambar alayhisalom aytayotgan rahmatchi birodarlar, u haligi navbatchi gaplar emas. Hali odamlarda bir ta'ssurot qoldirish uchun, biror bir maqsadga yetishlik uchun ma'lum bir vaqtda ishlatiladigan rahmat emas. Inson tug'ilishidan vafot etguncha bo'lgan hayotdagi haqiqiy bo'lgan rahmat edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning siratlariga qaytadigan bo'lsak, Rasululloh erkakka, ayolga ham rahm shafqat qildi. Katta-yu kichikka, musulmon va kofirga rahm qildi. Hattoki hayvonlarga, jamoatlarga rahm qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Qarang, bir ayol mushukka azob berib jahannamga kirganligini aytib payg'ambarimiz. Bir ayol itga shafqat qilib jannatga kirganligini aytdi. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Dakhalat imra'atun an-nara fi hiratin rabatatha, falam tut'imha va lam tad'aha ta'kul min khashashil ardi." Mushukni bog'lab qo'ygani uchun bir ayol jahannamga kirdi. Unga ovqat bermadi va o'zi yerni qurt-qumursqalarini topib yeyishiga ham qo'yib yubormadi. Hayvonga, mushukka zulm qildi, shafqat qilmadi, jahannamga kirdi. Endi insonlarga zulm qilishida kasb qilgan odamlar nima bo'ldi? Odamlarning mollarini tortib olib, uni haqqini bermasdan zulm qilib, odamlarga shafqat qilmayotganlar holi nima bo'ldi? Agar mushukka zulm qilganligi uchun jahannamga kirsa, bu mushuk ochlikdan o'lib qolgan edi. Yana bir ayol itga qalbida rahm shafqat uyg'ongani uchun jannatga kirdi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan hadis. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Baynama kalbun yutifu bi rakiyatin kada yaqtuluhu al-atash. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقطه فغفر لها به." Bir it dedi Rasululloh. Uni o'ldirishga yaqin bo'lgan chanqoqdan qiylanib, quduq atrofida aylanib yurar edi. Uni Banu Isroil bag'ilaridan biri ko'rib qoldi. Bag'iy degani fohisha degani. Fahshni kasb qilgan zinokor ayol degani. Banu Isroilning bag'ilaridan biri ko'rib qoldi. Oyoq kiyimini yechib, unga suv olib, u bilan itni sug'ordi. Uning gunohi mana shu ish sababli mag'firat qilindi. Endi aytishimiz mumkin. Ha bu zino gunohini oldida bitta itni sug'orib qolish nima degan narsa? Bilasizlar, zino gunoh kabiralardan. Halokatga olib boruvchi gunoh kabiralardan. Yana bu ayol bir marta zino qilgan emas. Zinoni kasb qilgan, zinoni esini tanigandan boshlab o'ziga hunar qilgan. Mana shunday ayolning katta gunohi bitta itga shafqat qilganligini evaziga kechirilib yuborildi. Alloh taoloning rahmatining oldida har qanday katta gunoh kichayib ketadi, birodarlar. O'shuning uchun aytyapmiz-da, bi rahmatika ya arhamar rohimin. Gunohlarimiz ko'p.
Gunohlarimizda cheki yo'q. Amallarimiz chola, nuqsonli, niyatlarimizdan har narsa o'tib qoladi. Tahoratimizda qancha kamchilik bor, namozda hayollarimiz qayoqqa ketadi? Shuncha chola ibodat qilib turgan nima deymiz? Birahmatika, Parvardigor rahming kelsin bizga, rahming kelsin. Allohning rahmi kelsin bizga. Mana shu to'g'ri o'lchov. Mana shu to'g'ri o'lchov. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning rahmati faqat insonlarni musulmon kofirga emas, hatto hayvonlarga ham yetdi dedik. Kunlarda birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tuyani oldidan o'tib qoldi. Haligi tuya qorni ochligidan beliga yopishib ketgandi qorni. Shunday bir ovqat berilmagan, shu bir nochor. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Hayvon ushlaydigan aka-ukalarimiz, eshitib qo'yaylik. Qo'yga qarab qo'y desa qaramaydigan ukalar otalarining gapiga. Eshitib qo'yaylik. Molga qarab qo'y, qo'yga qarab qo'y deb chiqib ketdi ota. Ota xotirjam. Endi siz qaramadingiz, siz zulm qildingiz. Ittaqulloha fi hadhihi al-bahaim al-mu'jama. Farkabuha solihatan va kuluha solihatan." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qaranglar, uyingizdagi hayvonga qarashlik ham din ekan. Odamlar din deganda faqat namoz, ro'za, zakot, hajni tushunadi. Aroq ichmasa, zino qilmaslikni tushunadi. Birodarlar, din degani mana shu narsa din. Tili yo'q bu jonivorlar haqida Allohdan qo'rqinglar. Tili yo'q bu jonivorlarning haqqini ado qilishda Allohdan qo'rqinglar. Ularni yaroqli holda mininglar. Ularni yaroqli holda yeinglar, ya'ni semiz holda yeinglar. Hayvonga haddidan ortiq yuk yuklayotgan, toqati ko'tarmaydigan narsaga bir majbur qilayotgan odam islomdan bo'lmagan ishni qilyapti. Hayvonga rahm shafqat qil deyapti dinimiz, birodarlar. Qanday qilib bir-birimizga rahm shafqatli bo'lmasligimiz kerak? Hatto islom rahm shafqat agar bir qaraganda bo'lmaydigan joyda ham rahm shafqat qilishga buyuradi. Bir hayvonni so'yish, bu azob, bu mashaqqat, og'riq. Hatto mana shu joyda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shafqatli bo'lishlikni, rahm qilishni o'rgatdi. Aytdilar: "Falyuhidda ahadukum shafratahu falyurih zabihatahu." Pichog'ingizni o'tkirlab oling va jonivorga rohat bering. Ya'ni pichoq o'tkir bo'lsin, tig'i uzun bo'lsinki, bir totganda tomirini uzib tashasin, og'rida jonivor sezib ulgurmasin. Rahm shafqat yo'q joy, lekin shu joyda ham islom insonni rahm shafqat qilishlikka undaydi. Inson hayvonni undan foydalanishlik uchun so'yib yeydi. So'yadi, yeydi, terisidan boshqa a'zolardan foydalanadi. Ammo agar befoyda biror jonivor qatl qilinadigan bo'lsa, qiyomat kunida bunga javob beriladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man qatala usfuran abathan ajja ila Allohi azza va jalla yawm al-qiyamah, yaqul: Ya Robb, inna fulanan qatalani abasan. Qatalani abathan va lam yaqtulni li manfaati." Kimda kim? Diqqat qilaylik. Bu hadis, birodarlar, Imom Nasoiy va Ahmaddan. Bir chumchuqni bekordan qatl qilsa, o'sha chumchuq qiyomat kunida Alloh taologa: "Ey Parvardigor, falon banda meni biron foydasiz bekorga qatl qildi" deydi. Tushunarlimi? Yeyishlik uchun bo'lsa, dorilik uchun bo'lsa, biror bir manfaat uchun, maqsad uchun bo'lsa boshqa masala. Endi ko'ngil xushlikka, bekarchilikdan qatl qilayotgan bo'lsa, qiyomat kunida mana shu narsaga ham javob beriladi. Biz bu o'rinda rahmat haqida aytilgan hadislarni sanamoqchi emasmiz. Faqat ayrim misollarni keltirib o'tdik xolos. Bu hali jonli narsalar ekan. Hayvonlar, qushlar. Payg'ambarimiz hatto joni yo'q narsalarga ham rahm, shafqat ko'rsatgan. Masalan, harakatsiz, nafassiz, jonsiz, soqov, tog'. Uhud. Ma'lumki, Uhud g'azotida musulmonlar mag'lubiyatga uchrashdi. Juda katta talofat ko'rishdi. Endi musulmonlar mana shu tog'dan shumlanmasliklari uchun,
Mana shu tog'ni yomon ko'rib qolmasliklari uchun shunday dedilar. Hada jabalun yuhibbuna va nuhibbuhu. Bu tog' dedi payg'ambarimiz. U bizni yaxshi ko'radi. Biz ham uni yaxshi ko'ramiz. Joni yo'q toshga payg'ambarimiz rahim shafqat qilyapti. Bu qanaqa rahmat, bu qanaqa shafqat, bu qanaqa mehribonlik. Toshga birodarlar payg'ambarimiz shafqat ko'rsatyapti. Oramizda shunday odamlar bor. O'zini bolasiga ham shafqat qilmaydi. Qo'lidagi ishchilarga shafqat qilmaydi. Shogirdlarga shafqat qilmaydi. Shunday bir toifa insonlar bor, umuman inson bolasiga shafqat qilmaydi. Birodarlar, islom deganda faqat ibodatlarda-yu ayrim hududlardan tiyilishni tushunmaylik.